Assalomu alaykum, hurmatli qadrdon va shu yerda ishlayotgan kasbdoshlarimiz ekan. Biz Qirg'iziston davlatidan shu O'zbekistonga Nazarbek degan sanatoriyga kelibmiz. Shu yerda shunday davolandik dardlarimizga. Bu yerda ishlayotgan kollektivlarga ham katta rahmat. Hammasi mehmondo'st, privetli ekanda, shunaqa yaxshi kutib olyapti. Har bir lecheniya olgan joylarimizda shunaqa har birlarida so'zlari ham bizni jonimizga oziq bo'lib, hattoki bozor kuni ham ishlaganiga tan berdik. Shunaqa chiroyli kelib bizni lecheniya qilishdi. Bularga doim uzoq umr, baxt, saodat, oilaviy baxt tilab qoluvchi Qirg'izistondan kelgan shu opa-singil Ra'noxon qizlar bilan keldik. Mana biz xursandmiz. Shu yerda olgan lecheniyamizni hammaga tavsiya qilamiz. Shunaqa yaxshi joylar ekan, keng joy, 9 etaj ekan. Ovqatlari ham juda ham yaxshi, lecheniyalari ham yaxshi. Shunaqa yaxshi dam olib ketyapmiz. Hammaga minnatdorchilik bildiramiz.